Rizo rovna soat 4da telefon qilib, chemodaningni tayyorladilar. 56 minutda rekord daraja bu. Chemodan tayyorladim. Bular katta chemodandan so'raman. Mayda chemodanim tayyor. Kstati, qo'qa ketibmiz deb o'ylasizlar. Mashinkaga kirlar tashab, uylar uborka qilib zadno ovqat pishirib yotibman. Вообще video olishga vaqtim yo'q. Shu uchun hammasini yo'lda aytib beraman sizlarga, xotirjam. Men chitapammi? 2:30 biza Toshkentda taksi kutamiz. Hamma mazza qilib uzun uyda yotibdi. Ertalab o'zini uyda uyg'onadi. Manisa yangi shaharda. Qo'qa uchapam deb o'ylaysizlar, kim bilan uchapam deb o'ylaysizlar. Qiyrat ketishimni topishingiz mumkin, lekin kim bilan uchayotganimni topolmaysizlar. Ayamlar bilan Sharm el-Shayx. Sharm el-Shayx. Registratsiya boshlangan. Hozir registratsiyadan o'tamiz. Где-то 1,5-2 soatlar zal ajdanda o'tiramiz. Sizlarga xotirjam o'sha vaqtda qanday boshlanganini aytib beraman. Vaqtda Sharm el-Shayx registratsiyasi vaqtda New Yorkga ayam o'zimga doktora nasib bo'lsa men men New Yorkga ketaylik doktora. Soat 5:30 biza Fly Kiva samolyotga minibmiz. Boeing kartaliga qaraylar qancha. Bizaki 40mi, 42 adashmasam mesda biz. Magomed bizdan samolyotga minibmiz. Savidan Stropam. Rahmat bacham. Siz mana qilingiz iloyim. Alloh uskunasini 1000 barobar qilib to'ldirsin balajonim. Ishlaringizga omad. Yer xarmalasiz zar xarmaling bacham. Наконец-то. Kataliga qaranglar. Samolyot kattaligidan hali bo'sh. Boshi to'libdi hali. Устрашенно счастливая. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlari ichra sunganing vijdon go'zal. Завтракчида. Ман курица aytsam, оказывается, говяжий вкусный o'xshabdi. Va mana shunaqa. To'xta sambusacha, булочка, qora non. Qarayla baklashga nima bo'lib vakuumda. Yana mayda bo'libdi. Samolyot tushibdi. Yammon qulog'im bitibdi lekin. Ketdik bacham. Qo'lidan bidan odamlar. Zo'r qo'ndi lekin, sezmadim. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в международном аэропорту города Шарм-эль-Шейх. Местное время 9 часов 26 минут, температура воздуха 30 градусов. Soat 9:39 biz o'sha aeroportga keldik, samolyot qo'ndi. Hozir registratsiya biz odamlar faqat tushsa, biz dam olib turamiz. Registratsiyaga keldik.
Shuna odam ko'p. Ruchka olganim sababi men bu narsa $10dan $20 tushmasligi uchun. Sharm-el-Sheyxda biz sizlarga manfaatli bo'lsin deb qo'yapman. Amboqda kim qancha odam $10dan $20dan bitta shuni to'ldirish uchun beryapti. Familiya, imya yozasizlar, tug'ilgan kun, oilangiz yozasizlar, pasportlarni qaysi gostinitsada qolayotganingiz, millatlaringiz yozasizlar, turist bo'lsangiz turist, nima bo'yicha kiryapsizlar, o'shani yozasizlar bo'ldi. Bu yoqda qancha odamdan hozir yoshi katta, yoshlardan, har xil odamlardan $10dan, $15dan, $20dan olib o'tibdilar mana shu yoqda. Osongina narsa o'zlaringiz to'ldiringlar, qisalaza pullarni qoldiringlar prosta tak. Bitta pasport kontroldan o'tish uchun shuncha ochrat. Bog'da ochrat edi, yana bog'da ochrat. Shunaqa qiyin bo'ldi registratsiyadan o'tish. Birinchidan shunaqa ochrat, ikkinchidan shunaqa nagli odamlar. O'tdik, hozir inchimadan olibmiz. Prям 1 soat deganda o'tdik naverdan. Aeroportdan chiqdik. O'z biza gid biz topib oldik. To'yishni o'qishi bizlar topdilar. Endi avtobusga ketamiz. Ayam bilan chaqchaq qilib ketamiz. Ruscha yaxshi bilagan. Alaykum, yaxshi bacham. Uchtaga avtobusga mendik bacham hozir. Judayam bizlar qiyin bilan chiqadi. O'zi ham 4 ta samolyot keldi. Armaniya, Rossiya, O'zbekiston, yana bilaman Yevropa. Juda yarim soatdan beri yurayotganmiz. Ko'chalarda вообще mashin kam. Или bilaman bu tarafda mashin kam, или o'zi kam. Endi hozir downtownga ketamiz. Bizlar gostinitsa downtownda. Centrda to есть. Bizlar gostinitsaga keldik. Mana shu ikkita zdaniydan keyin plyaj. Dengiz. Men bilmayman xo'jayinim olgandilar. Вот. Mana shunaqa minibuschada keldik. Basseni. Normal. Bizaginam qadrlar o'tibdi. Shunaqa yurmaydim. O'z sumka. Men bunaqa yurmaydim. Hamma narsa qo'llarda bo'layman, faqat mazza qilishlarga video olib yurayman. Hozir obedga kelamiz. Soat 6:30 biza o'zdan turdik. Bunaqa xona olib deluxe. Videosi xayrli qanaqa chiroyli. Chunki soat obedda 1larda kelgan bo'lsak, to xonaga registratsiya qilib joylashdik, obed qilib chiqdik, 2:30 bo'ldi. Uydagilar asrar telefon qildik, biza yaxshi deb yetib qoldik. Hozir turib, endi aylanishga ketamiz. Obedda ham yomon issiq edi havo. Hozir уже ancha salqinlashgan, shamolchasi ham bor. Bizlar terrasacha biz bog'liq o'tirib zavtrak qilsa bo'ladi. Hozir sizlar bilan birga chiqib aylanamiz. Yomon lekin charchadik, chunki kecha soat 9da yo'lga chiqqanmiz. Samarqanddan Toshkentga keldik, Toshkentdan Sharm-el-Sheyxga uchib keldik. Keyin aeroportda yomon ko'p ochratda qolib ketdik. Odam ko'p, asta ishlabdi bo'xalari вообще qiynabdi. Charchab, gostinitsaga kelib obed qilib yotdik. Gostinitsa biz oqshom bizaki ikkinchi etajda, o'zi 2 etajlik. Ayam nima dedilar? Bizlar yoshligimizdagi ingliz kinodagi boylarni u yoshdan qiydilar. Bog'da muzeyski basseyni, oqda kattasi. Bizlar o'shana tushdik. Ahvola qaranglar, qanaqa to'kib tashlaganlar. Bog'da har xil ovqatlar bor. Nimadir suvchik, ris ustidan. Baliq kattaligiga qaranglar, kesib beradi. Ujinaman tuna balig'i, bunaqa makaron, alfredo, salat, churak oldim. Ayam birinchi. Sizga ketgan domatingiz ham birinchi yaxshi ko'radi. Hozir magazinga kirdik. Bog'da kupalnik, plyaj narsalar, kiyimlar bor ekan. Narxini ajratib olish uchun mana bu 245 ga 100 funti. Zarpur biza 25500 bo'lib tipa. Ana shunday qilib ajratib olib. Bosh shopda esa mana bunaqa o'zon shirinliklari, nimadirlari, необычно
narsalari bor ekan, morоженое, tam hamma narsa. Kofe bor, bog'da mana bunaqa narsalari. Orexlar har xil. Dubayda как раз men bilan olgan edik. Birga sizlar bilan yeb obzor qilgan edik desam. Semishkan qarayda har xillari bor. Shunaqa. Hozir mana bunaqalardan ikkitadan olib paproch qilib ko'ring desam, ayama, doktorlar. Biz shunaqa qilamiz. Olib ko'raydik, yoqsa keyin уже ko'proq olaylik. Yoqmasa ham plyus жалко emasda. Proba qilish uchun mana bunaqa oldik. Сколько? 85. Magazinlar oldida o'zi mana shunaqa amonmi nimalari, haykallari. Ayamshidan ham tanish topdilar. Hozir biz plyajga ketyapmiz. To'g'risi birman charchaganimmi, или havo almashtirganimmi, вообще video olish, prям aylanish, bunaqasi xohish ekan. O'shani hozircha shunaqa kamroq videolar. Biz gostinsiyaga keldik. Vaqt kimlar burada chiqdi. Soat 11:30, hozir xonaga chiqdik. Вообще ayamam mana energiya biz yo'qda, charchaganmiz qandaydir. Endi ko'ramiz, ertaga gida qaribmiz. Наверное, ertaga ko'p aylanish o'xshamasa kerak. Endi nidan zo'r aylanishlari plan qilyapmiz.